Assalomu alaykum. Bizlar mana shu uyimiz. Mana yordam beringizlar. Uyimiz ko'rsalarimiz. Yaqinda bansadan chiqdik. Mana kichkina o'g'limni operatsiya qilib keldik. Uni ham doktorlar 6 oy davomida tekshirtirib turinglar deydi. Unga pul borib ketishga ham imkoniyatim, sharoitim yo'q. Iloji boricha yordam qilingizlar. Ro'za oylari, sayil kunlari duo qilib o'taman. Men qilolmasam shu Xudodan tilayman sizlarga. Sizlarga Allohim yordam bersin. Allohim qarasin. Shu bizlar shu yashaymiz. Iloji boricha yordam beringizlar. Iltimos sizlardan. Ana uyimizda sharoiti. Ana shu bolamni operatsiya qildirib keluvdim. Yaqinda operatsiya qilib keldim. Iltimos yordam qilingizlar.